do'stlar, bugun 23-yanvar 23-yanvar kuni qor to'xtadi. Mana tong otib kelyapti. Tong endi o'tayapti. Qor kurulisi o'tkazildi. Bir kurulisi o'tkazildi. Shipirdan ustida mana yerigan yo'q. Umuman -8 bo'lib jo'yapti. Telefonni shunday ko'rsatib turibdi endi. -8 gradusda. Tong otyapti endi bugun +2 ko'rsatgan. Pagoda. Jura, bugunchisi nechi? Yani verme. Ha. 23. hayat başlandı. Bir de bitta qo'zi var. Quyosh chiqib ketdi. Şurada yek qo'y var tuğan. Yek qo'y var tuğan. Ha. Okay, sog'liqni ham chiqardik. Sog'liq ashi gap ketyapti. Ish yo'qolmas chachak. Mana bu bilan pullar ovoz chachib keldi. Mana bu yoqda suvoy qopar chachib kelib yedirib kelyapti. Qo'lingizni ko'taring. Yo'q, qaynatib endi to'xtab qolmasin shu yerda. Chach-chachib jiydi tamiz endi qo'ldan beraman boshqa. Mana shuni otdi. Faqat qo'ldan jiydi endi bu qo'y. Hali keyincha ichkarida. Sog'liq jonga chiqdi. Kecha oldin kun tug'an qo'ylar bular. Bir bo'lak. Kecha tug'ib chiqqanlar esa mana aka. Mana u yoqda bir bo'lak. Bo'lak turibmiz azcha. Ular hali turtib ishi olmaydi. Kecha suviqda tug'an, jalamagan. Qo'zi boshqani oldiga ketib qolgan, shunday bo'lib qolgan uchun olmaydi. Oba. Diyaman aka. Chachayapti u yoqda chakdi. Ha, qorda o'ynaganlar kelyapti endi. Ana gay, saçib bo'lib qaytib kelyapti. Ko'k soladi yana muravis. Muravis ko'k soladi yana.
Inman shu yerda o'tirsin. Aha. Yo'q, qanday ko'k saldirib o'ynayapti. Mana do'stlar, bugun quyosh chiqib ketdi. Lekin hanja appak bilan o't yo'q. Faqat uyg'oqqa qo'ldan hashak berib, hashakani o'qib o'tiribmiz. Hozir ko'zni ham o'ptilyapti. Ko'zni qisib, ya shapkani bostirib o'tirmasa, mana shunday qilib qor ko'zni shapoqlantirib ovutdi. Soyasi tushib tursin deb shuncha qilib shapkani bostirib qo'yapmiz. Uni ham u kimga kelyapti, kimga qo'yyapti yillar. Oqli kelyapti. Kimning cho'poni u? Kimga kelyapti hozir bilmayman, lekin bugun qordan keyin Mirantaga xabar oqal cho'ponlar kelyapti-da bunaqdan. Ya bizga kelyapti, mashina texnika kelmaydi bunda qorda. Deb agar ot bilan jo'namiz o'kam kelayotgan bo'lishi ham mumkin. Biz mana shunday qo'yga shakti berib mana qo'zilar qiling, qorning ustida jotib olgan. Turkatib. Turkat turish kerak. Ko'p jossa keyin chuku deyiladi qo'yizlarda. Chuku qaytib, shunday shamollash bo'lib, chuku qaytib keyin qo'l siyanmay qolib, mana shunday peshab kelmay shunday bo'lib qoladi. Shuning uchun turkat turibmiz. Qorning ustida jotqizmaymiz. Maqsad shu. Mana shunday oyni olib turishimiz kerak. O'zimiz ham to'xtab qolmaymiz. Endi qo'ldan kelgancha tushuntirib borishga harakat qilamiz, bilamiz. Mana shu qo'zilar jotdimi, mana shunday qorning ustida keyin chiqib qo'yib qoladi, chiqib jovishib qoladi, bir xil qo'zilar siyanmay o'lib qolishi mumkin. Shuning uchun agar qaytganini bilsangiz ham ochib yuborsangiz, masalan bir xil qo'zilar siyanmay yana bo'lib bergandan keyin shu ochib yuborsa ko'zini, chuqurning ko'zini ochib yuborsa, yana siyib uni olib ketadi. Shuning uchun shu bo'lmasligi uchun, shu masalan shu suv o'tib ketmasligi uchun turkat haydab turkat o'tirib faqat. Hay. Kechayam jeb jotdi hozir qo'shniqda. Shak. Uni yedirib pichoni bo'lsin qani. Norakdan kachari ichidan kirib jotdi. Qor kirib jotdi kachari ichidan. Mana. Bo'rni otib, qorni kirib otib jotdi. Kachar ochiq yerdan. Kecha bizga o'xshab turib kirib jotdi emas. Mana shunaqa gaplar, do'stlar. Hay. Hayda. Hay. Acha 2 marta. Boyna chachib ko'p yedirib ketdi, undan keyin yana bir marta yedirdi. Soat 11:30 bo'lyapti, endi soat 12 birlarga yana bir bersak, shu bilan to'ydirsa kerak. Kechadan shu bebitda kecha suvda qorishib, tirishib yotgandan bebit. Otli ham ancha kelib qolibdi qo'ya qo'ysak. Shunaqa gaplar do'stlar. Mana soat 12 dan o'tyapti. Hey! Yaxmaqa! Mo'ydalayman hozir. Yana ashak chechyapti. Chetiramiz bas. Okay. Hey! Sen mol tayoqni o'ylasanda lekin. Hey!
Nega qo'yga shak berdilar, qo'ylari shakshab. Bizga ham avt keldi. Yana bir ikki cho'pon chiqdi yerdan. Eshagi bor oltda. Yana oqli o'tib ketdi bu. O'tib narxi o'tib ketdi. Hozir abit ketdi. Vah! Nima keyin seni yeb olamiz. Vah! Buning gashti o'zi o'lakcha. Bir xillar shunday ekan orzu qilar ekan. Choy. Non. Tamam. Konfeti. Akant. Вот это. Sizlar ham mashaqqinglar, men ham avliq qo'yayin. Bismillah. Ana yana shu bundan o'tib ketyapmiz bizgacha. Qaysi birisini nima Şahane ve de gidiyor bir kişi. Sabit kayıtıyoruz. Ahir shit olmasam ko'zima mana olib qoladi. Shapaqlanib qoladi. Qanachal qillaydi qol. Evet, mana shunday kerak. Qat mehnat qilsan, keyin non yeysan. Mehnat qilmasa bir qayerda non yeb bo'lmaydi. Qat mehnat qilar, keyin yaxshi non yeysan. Osonlik bilan boy bo'lgan odamning o'zi yo'q. Mana kunim botdi, abdan keyin soat 4 ga yaqinlashdi. 4:30 bo'lyapti, qiyashdan botasi qoldi. Yana bir hashik chochib berilyapti. Hay! Hayyo! Qaytarib chachib olgancha qaytartirish kerak. Managa hashak chachib berdi, yana ketyapti. Qo'llar jib qoladi. Kunim botdi. To'g'ri kirsa, botadi. Kamgina qoldi. Az soat damlayman. 4 nechta bo'ldi? To'rtdan 32 ta o'tdi soat. Ha. Tomoq uchun bular ham temtinib yotdi. Olmasam yenani yeyman, lekin tomoq uchun bular ham tentinyapti. Qornini to'ydirish kerak-da, bular o'sha tentinib yotdi. Ey Allah, ana shunday da.
Hashak jivancha endi kichkina o'tirib tursak bo'lar. Ya bismillah. Ya Allah. Anaga kun botdi. Tog'ni orqasiga ketdi quyosh ham. Sovuq qisib yuradi. Endi farq. Deyli sog'lig'imiz ketib suv ichayapti. Suvoy. Suvoyni suv ichib olyapti. Endi bitta kenjalar qolmadi. Ha, sog'liq, suvoy, siz qolmaymiz endi. Turolmay qoldi qo'yam. Qunishib, tap-tozalar bo'lib qo'ydi hashakda. Quyosh botdi mana ki. Tog'da orqasiga ketdi quyosh. Hayır. Ertaga endi mana bu yoqda yana tong chiqadi. Bu tog'dan ostdan chiqib keladi ertaga endi shu tog'dan ostdan. Umr mana shunday o'tyapti. Bu yoqdan bu yoqqa quyosh botadi, tong otadi. Umrimning bir kuni ketdi. Nimaga isbot qilib qolyapman, nimaga isbot qila olaman bilmayman. Ha, ya Allah. Allah'ım bergan kunida yashab turayapman. Nimaga jalsa? Kechasi. Qo'ylarga qo'lni hashak beracakmiz. Cha! Suv chidayapmayapti qo'ylar. Minus 12. Minus 12, 11 mana shunday bo'lib turibdi. Ha, qattiqdan izlab yotdi. Qo'lni qo'ylarga shunday yerib yotdi. Labla o'ynash bilan avara. Minalari hashak yeyish bilan avara. Qoldi hammasi o'ynash bilan avara. Shu kechasi ham hashak yeydi tavsiya qilaman. Nima bo'lyapti? Endi cho'g'ni suv jarajak konuşup qo'shiq ochib ketyapti.